Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatib borayotgan obunachilar. Bugungi videoda sizlar bilan umumiy inkubatsiya haqidagi video bo'ladi. Inkubator haqida tushuntiraman. Inkubatorda inkubatorga qo'yiladigan tuxumlar, masalan, bu oddiy tuxum, ochadigan tuxum emas, qanday yig'iladi? Tuxumni havo kamerasi bo'ladi, to'mtoq joyda. O'shani tepaga uchli tomoni pastga qilib fleykalarga solib qo'yib yig'iladi. Qo'yish qanday bo'ladi? Hozir meniki avtomat. Agar sizlarda ham avtomat bo'ladigan bo'lsa, mana qanday saqlagan bo'lsalaring, xuddi shunday tuxumni terasizlar. Qanday saqlangan bo'lsa, xuddi shunday tuxum terasizlar. Agar sizlardagi avtomat bo'lmagan bo'lsa, mana terasizlar. Mana shunday terasizlar. 180 gradusga aylantirib turasizlar. X chizasizlar, mana aga 1:0 chizib qo'yib aylantirasizlar. Haroratlarga keladigan bo'lsak, hozir sizlarga jadval ko'rsaman, ko'rib turgan jadvallaringni bilib olishinglar mumkin. Ko'rib turgan jadvallaring nima deyapti? Bu jadvalda kunlar, namlik, harorat, aylantirish va shamollatish keltirilgan. Birinchi 5-kunda namlik 50%, harorat 37,4-37,6 gradus, aylantirishga shamollatish yo'q. 5-kun 8-kunlarda namlik 50%, harorat 37,4-37,6 gradus, aylantirishga shamollatish bo'lsa har kuni 10 daqiqadan. 18-21 kunda esa namlik 70-75%, harorat esa 37,6-37,3 gradus, aylantirish yo'q, shamollatish ham yo'q. Shu bilan birgalikda inkubator qoidalariga shular ham kiradiki, haroratni to'g'ri ushlash, namlikni namlik datchiki orqali to'g'ri ushlash, shuningdek havo aylanishi, mana kullar yoqib qo'yamiz, havo aylanishi yaxshi bo'lishi kerak. Ichkarida yorug'lik yetarli bo'lishi kerak. Ko'rib turganlaringiz mana motorchikni o'zi, mana agar avtomat bo'lsa, tuxumni o'zi o'ngga, o'zi chapga aylantirib turadi va datchiklarni ham to'g'ri joylashtirishimiz kerak. Datchikni pastga tushib ketmaslik kerak, mana pastga tushib o'tib ketmaslik kerak. Tuxumni oldida turish kerak yoki bunday qilib ustiga datchikni qo'yib qo'ysa, u real haroratni o'lchaydi mana. 12.9 termostatimiz datchikni mana shunday qo'yib qo'ysak, tuxumlarimiz ochib chiqish foizi yuqori bo'ladi, haroratni aldamaydi. Mana to'liq haroratni ko'rsatadi, mana 31 gradus. Shu 31 gradusi realnisini ko'rsatib turibdi. Kanalga obuna bo'lib, videolarga like bosishni unutmanglar. Tuxum saqlash sharoitini ham, inkubatsiya muddatini ham ko'rdilaring. Ular shunday bo'ladi. Keyingi videolarimda men inkubator yasashni qo'yaman noldan. Shunchaki u videolarni hozir qo'ymayman, 2-3 oydan keyin qo'yaman. Chunki katta inkubatorga ko'proq zapchastlar kerak bo'ladi, yig'ib tayyorlab turaman. Kanalga obuna bo'linglar, videolarimizga like bosinglar. Keyingi video nima haqida bo'lishini kommentariyalarga yozib ketinglar. Va mana inkubatorda 12 volt adapter blok pitaniya bo'ladi. Shu bilan qilishinglar kerak. Xohlasalar pulni 12 voltlik tizim qilasizlar, lekin bunaqa blok pitaniya emas, kattaroq blok pitaniya olinadi. Bu 2 amperlik blok pitaniya. Bizda bittani chiroq uchun ketgan. Ham 220 da ham 12 da ishlaydi inkubatorimiz. Kanalga obuna bo'lib, videolarga like bosinglar.